Bugun hammaga hozir sizlarga qanday qilib Instagramda olgan galochkalaringni yo'qotishni ko'rsatib beraman. Xo'p, buning uchun biz birinchi o'rinda men kerak bo'laman sizlarga. profilga kirib olamiz. Profilga kirib 3 ta nuqtani bosib, bu yerdan Tushamiz metaga. mayda meta verified degan joyi bor, mana chizib ko'rsataman sizlarga. Xo'p. Ichiga kirsak, to'g'riga. Mana bu yerda update payment method degani chiqadi. Mana shuni bossangiz, bizda obunalar bo'limiga o'tadi. Xo'p, bu yerda obuna olib buni ham olib tashlaymiz, bo'pti. Telegram obunasini olib tashlasa bo'ladi. Mayda NGL ni olib tashlasa bo'ladi obunasini. Xo'p, endi Instagramga kelsak, to'lov usulini o'zgartirish. ichiga bosib turib, obunani bekor qilishni bossak, mana bu yerda sizga sababini aytadi. Sababini bosib turib, buni qilib yuborsanglar tugadi shu bilan. Obunangiz bekor qilindi. Endi sizda galochka bo'lmaydi. Va meni ham galochkam bo'lmaydi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.